Bukchayish hozirgi kundagi eng global muammolardan bittasi bo'lib qoldi. Men sizlarga uy sharoitida bukchayishni davolash yo'llarini o'rgatmoqchiman. Buning uchun bizga oddiygina o'qlovchi kerak bo'ladi. O'qlovchani ushlaymiz va shu harakatni 20 marta takrorlaymiz. Keyingi harakatimizni o'qlovni orqaga qilamiz va shu harakatni 20 marta qaytarishimiz kerak bo'ladi. Iloji boricha qo'limizni teparoq ko'tarishimiz kerak. Keyingi harakatimizda o'qlovni qo'limizdan qo'limizga uzatamiz. O'ng taraf, chap taraf. Keyingi harakatimiz sal qiyin bo'lishi mumkin. Qo'limni iloji boricha oldinga ko'proq cho'zishim kerak bo'ladi va o'zim ham iloji boricha ko'proq engashishimga to'g'ri keladi. Va bu harakatni 1 daqiqa davomida 3 marta qaytarishimiz kerak bo'ladi. Boshladik. Bu mashqlarni albatta saqlab olinglar, ertalab va kechqurun bajaringlar. Yanada super natijalarga erishish uchun Surayyo Osiyo sentrimizga tashrif buyuringlar, sizlarni kutib qolamiz.